nega yiqiladi qizlar? Yiqilmaydi. Nabrot sizlar duo qilaveringlar. Sardor akamga baxti ochilib ketsin deb. Unutganim yo'qdan bo'lsin, biroq Guliston uylaning zeriktirdingiz o'zi. Da do'stim, uylanamiz. Samarqandga keling, muxlislaringiz ko'p. Siz meni sevganimga juda ham o'xshaysiz. Rahmat. Aka o'zi O'zmir bilan duet aytish bilan bormi? Bor edi, o'z duetimiz ham bor edi. Nimadir bo'lib keyin bittasidan ishonch sinsa boshqasiga ko'ngil berish qiyin ekan, albatta. O'g'il bolalar tushunadi bu narsani. Kim necha yil sevishib kuygan. Uylaning aka, bo'ydoqlik yaxshi emas. Baxtingizni bersin. Voy rahmat. Uylaning. Yaxshi qizlardan bersin, rahmat. Uylaning. Xotiningiz bizga qo'shiq aytib berishiga qo'ymaydi. Uylansammi? Nega aytib o'tiraman, endi tushunadiganga uylanamiz-da, xudo xolisa. O'sha san'atimizni qabul qiladigan, o'zi ijodda o'ta rashkchi ayol kerak emas, to'g'risi. Chunki shaxsan menga unaqa kerak emas. Chunki men hammaga shirin muomala qilaman, chiroyli muomala qilaman. Bu narsani to'g'ri qabul qilish kerak-da. Salom ilohim, uylaning shu yil. Aytganingizga salom. Uylansangiz atpis qilaman. Iya. Bo'ldi, uylanmayman, xo'p. Skromno, siz aytsangiz bo'ldi, uylanmayman. Buxoroga keling, hop, baxtingiz ochilsin, Zemlek aka, solihiy qiz nasib qilsin, rahmat. Birla sevgidan kuyganlar. Ana sizga unutdim degan she'r yozdim, qo'shiq qilib bering. Xudo xolisa. Uylaning, Qashqadaryoga konsert bering. Xo'p. O'rtoqlar, qaysi shaharga boring? Qashqadaryo, Surxondaryo, Xorazm, Jizzax, Navoiy, men bitta ko'rib olay. Yaqin kunda mana juda ham yaqin kunlarda, to'g'risi men zerikib ketdim. Toshkentdan, Olmaliqdan aylanib chiqib ketmoqchiman, вообще-то o'zi viloyatlarga aylanmoqchiman. Qaysi shaharga boring? Qani yozinglar. Andijon, Farg'ona, Namangan, Jizzax, Sirdaryo, Surxondaryo, Qashqadaryo. Bormisizlar, hammanglar shu yerdamisizlar? Samarqand, основной. Qaysi viloyatlarga boring? Andijon, Chimkentdan salom, Samarqand, Sardor aka baxtsiz rahmat, Guliston, Toshkent, Buxoro, Surxondaryo, Qashqadaryo, Buxoro, Jizzax. Keling, Buxoro juda yutyapti, Buxoroga boramiz shekilli. Va ko'rishaman sizlar bilan borgandan keyin. Xorazm, Urganchga keling, Namangan, Buxoro, Andijon, Samarqand nomer 1, Isfoiz, Qashqadaryoga keling, aka iltimos. Xo'p bo'ladi. Buxoro, Samarqand, Surxondaryo, Xorazm, Surxondaryo, Buxoro. Hozircha Surxondaryo bilan Buxoroda muxlislarim ko'pligini tushunib yetolmayman. O'sha yerga bormoqchi bo'lib turibman hozircha.